Hammaga salom, sizlar bilan Train with Mahmud. Bugun sizlar bilan uy sharoitida texnikalarning yaxshiligiga 10 ta eng asosiy mashqni o'rganamiz. Tayyor bo'lsanglar, boshladik. Demak, bizda birinchi mashq oyoqlarimiz yelka kengligida ochiladi va oyog'imizni uchib turamiz. Koptoni oyog'imiz o'rtasida orasidan o'ynatamiz. Oyog'im uchida ta'don sakrab turaman. O'rgansak, kameraga qarab, to'g'ri qarab qilsa ham bo'ladi mana. Koptoga qaramasdan. Ikkinchi mashq kopto turadi, biz kopto ustiga oyog'imizni sakrab qo'yamiz. Uchinchi mashqimiz double touch finti bo'ladi o'zi. Investor finti ham tanilgan. Hop, birinchi bo'lib o'ynoq boshlasak, koptoni o'ynoq bilan chap tomonga qatib yutaramiz. Keyin chap oyoqda to'xtab olamiz. Mana, 1 2. Birinchi tepokka koptoni itarayotganimizda qattiq teposh kerak emas. Oyoqni uzoqdan olib kelmaymiz. Kopton turibdimi? Prosta oldidan ras itaramiz. Bir chap oyoqda oyoq havoda bo'ladi, to'xtab olamiz mana. 1 2 1 2 1 2. Shu tempda davom etamiz. Tizzalar bukilgan bunda ham. To'rtinchi mashqimiz. Endi shuni oyoqning tagida tortib, to'xtab olamiz. 1 2 1 2. Beshinchi mashq bizda kopton bosamiz, yonga itarib, joyiga qaytaramiz. Endi chap oyoq qilamiz. Oyoqning tagi hamda oyoqning sho'chka qismi ishlaydi. Sakrab turamiz mashqda. Oyoq uchida har doim sakrab turishimiz kerak. Bizda 6-chi mashq bu V deb nomlanadi. Sababi kopton harakati V ga o'xshaydi. Kopto chap oyog'imizda turadi, o'tdan o'ng tagida o'zimni tortib va o'ng tomonga harakatlantiraman. Qo'ldan 3 burchak bo'ldi. 1 2. O'tda chap oyoq davom etaman. 1 2 1 2 1 2 1. Shu tempda davom etamiz. Bizda endi 7-chi mashq. Yana bu V harakati bo'ladi. Faqat endi baravar ikkita oyoq ishlaydi. Kopto o'ng tomonimizda turadi. O'ng oyoqda koptoni chap oyog'imga to'g'rilab tortaman oyoq tagida va chap tomonga uraman. Shuni kopton harakati V bot. 1 2 1 2 1 2. Va o'xshatgan bo'lsa, ishlashni davom etaman. Bizda 8-chi mashq ko'rinishi bunaqa bo'ladi. O'ng o'zimni tortaman, yonga urib, chap oyoq oldiga uraman. 1 2 3 1 2 3 mana. Doim bunday harakatda bo'laman. Xuddi shuni keyin chap oyoqdan bajaraman. Bu bizga 9-chi mashqqa yetib keldi. 9-chi mashq bu ham o'zi move deyiladi. Futbolda Neymar ham ishlatamiz. Kopto o'ng oyog'im oldida tursa, osonroq bajarishimiz uchun koptoni qiyoq turamiz. To'g'ri turmaymiz. O'ng oyoq bajarsak mana. O'ng tomonga qarab turaman ozgina va koptoni o'ng oyoqda tortib turib, orqadan tepaman. Chap oyoq to'g'rilab olaman. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Osonroq bo'lishi uchun har doim koptoni o'ng orqa tortganimda chap oyog'im sakrab kopton oldiga tushishi kerak mana. Shunda kopton joy ochiladi, o'tishi oson bo'ladi.
1 2 3 1 2 3. Bizda so'nggi o'yinchi mashq. Xuddi shunaqa bitta nima qolaman va chap oyog'imda to'g'rilab olaman. Bu yerdan chap oyoq qilib, uni to'g'rilayman. 1 2 3 to'g'ri. 1 2 3 to'g'ri. Bu mashqlarni kunlik bajarishni o'zingizga odat qilsanglar, texnikalarni o'zgarganini bir hafta, 2 hafta ichida o'zingiz sezasizlar. Kim boshqa qila olmayotgan bo'lsa, o'rganguncha bajaradi. Yaxshi bajarayotganlar 20-30 sekund orasida ikkita seriyadan bajarsanglar yetadi. Keyingi videomiz nima haqida bo'lsin, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Videoga like bosish, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat.